Hindistonlik cho'lponlarningki nimadan qo'rqadiganligini anlasangiz hayron qolasiz. Ba'zi cho'lponlarning ba'zi qiliqlarini anglasangiz kulkingiz qistaydi. Kulmayman desangiz kulib solasiz. Bo'libmi cho'lponlar ichida badallarni sug'urta qatnashtirgan ishlar xili bor. Bugun biz Hindistonlik cho'lponlarningki narni sug'urta qatnashtirganni nimadan baq qo'rqadiganini anglab baqili. Siz tuniydigan tamdak cho'lponlarningki nimadan qo'rqadiganini anglasangiz bu zongli qilasizmi deyman. Avval yurakdan birini besib o'tib anglab beqmay qani. Priyanka Chopraninki kulkisi odamni haqiqatan jalb qildi. Lekin nurg'un kishilarning bilmaydigini Priyanka kulkisini sug'urta qatnashtirgan. Endi nimani o'ylab bunday qildi bilgil olmadi. Demak, kunlarning birida hozirgidek kulanmas bo'lib qolsa yoki ko'ngilsiz sho'qqatma kulkisidan qolsa, sug'urta shirkati to'laydi deb tushunsak bo'lamdi. Endi men Lata Mangeshkar bu ayolni ko'pincha tunimaysizlar. Lata Mangeshkarningki Hindiston bulbuli degan nom bor. Yana taxi dunyo bo'yicha eng jiq naqsh etgan rekordi bor. Bollywoodga hamma kinoning naqsini mush ayol aytgan desak, azroq yolg'on bo'lib qolishi mumkin, lekin qat'iy ortiq ketmaydi. Shunga bu ayol o'zining ovozini sug'urta qatnashtirgan. Bu endi aqlga uyg'un. Saniya Miraz Hindistondagi eng dongli tennis top mayori. Endi tennis top mayirlar uchun qo'li intayin muhim. Shunga o'zining qo'lini sug'urta qoldirgan. Endi keyin qo'li sunib ketsa yoki peytatishib qolsa, avval sug'urta shirkatini izlab, ondan doktorxonaga bordi degan gap. Vinjendersan, mabalni bir yerda bir qatim ko'rganda qilamsizlar yoki bir yerda ikki qatim ko'rganda esinglarda bormi? Bu bola kim u deganda, aynili bizniki Zulfiqar Mamteliyev bilan musobaqa tushgan bola shu, bokschi. Bu bolami modaning kayni kirib, barmoqlarini sug'urta qatnashtirib qo'ygan. Endi bu bokschi bo'lgandan keyin mayligo barmoq degan muhim, to'g'ri tushunib turli. Endi bu ishdan Amin Tappachanmi kam qolmagan bu qeyrg'anda. Bu odamni bekat o'g'cha deb ovozini sug'urta qatnashtirib qo'ygan. Endi artist uchun ovoz muhim. Kunlarning birida bu ovozi xirxir bo'lib qolsa, shu to'laydi sug'urta shirkati. John Abrahamni Tunislar o'zi qavul bo'lgani bilan ilgirtgan nozik bo'l ekan juma, yanmay ikki tal sag'risini sug'urta qatnashtirib qo'ygan. Demak bu sag'risi yuz ko'zi putqolda muhim o'rinni qo'ydi degan gapmi hamda? Undaqda Hindistonlik cho'lponlar nimadan baq qo'rqadi buni bilib oldi. Aliyabad qarong'uning qo'rqadiganligini uxlaganda chiroqni o'chamay uxlaydiganligini aytgan. Endi o'z yolg'iz uxlasa bu har qanday qiz bola qo'rqadi, bu to'g'ri tushunamiz. Deepika Padukone yilondan qo'rqadiganligini, hatto bir to'mroq og'amchini ko'simi qo'rqadiganligini aytgan. Endi yilondan hammadan qo'rqadi, bu to'g'ri tushunib turli. Gigani cho'lpon Shahrulxonning mu qo'rqadigan narsa borki, hargiz faraz qilinmaysizlar. Bir qatimliq ziyoratda Shahrulxon ot minishdan baq qo'rqadiganligini, buning sababini so'rmaslikni aytgan. Endi qiziq ishqi bu ot minishdan qo'rqib bu nima sho'g'an bo'lg'iti burun. Ham chaqchaq deb qo'ydimi ekan desak, bu Shahrulxonning azaldan ot minib chiqqan kinosi yo'q. Bu qaraganda ras o'xshaydi. Endi men Sonam Kafur liftdan qo'rqadigan bo'l ekan bu. Navodi kerak liftga zodi chiqmas bo'lmaydigan ish qolsa, bu jiddiylashib qartarga cho'milib ketganligini aytgan. Odatdagi vaqtlarda bu liftga chiqmaydi ekan, palanpay bilan chiqadi ekan. Ondan Mavu Ranbir Kapoor Tunislar suvarakdan qo'rqadi ekan. U uyda suvarak bo'lmaslikqa bir cho'qim kapolat qildi ekan. Bu navodi kerak bir ezib-tezib bir atal suvarak kelib qolsa uyga, shu uydan ko'chib ketishdan yanmaydi ekan juma. Ish qilib bu cho'p-cho'ng odam turib bu suvarakdan qo'rqib yursa, bir xil sat turdi ekan ish qilib. Ondan Arjun Kapoor qarmoqqa bir hech nimadan qo'rqmaydiganda ko'ringan tayin yo'q nimadan qo'rqib yuradi ekan. Endi men shir yo'lbosdan qo'rqman desa o mayli. Lekin nadiki bu osma shamol durg'ishdan qo'rqdan chiqib qolgan nimada? Bu osma shamol durg'ish ba uyga zodi kirmaydi ekan, pul basim kirmaydiganligini bildirgan. Bu kallamga tushib ketadi deb qalamdiki, lekin bu ko'ngildan qo'rqmaydi ekan bo'lsa. Ondan Katrina Kaif pomidordan qo'rqdi ekan, ya'ni sho'xuldan qo'rqdi ekan. Ilgari bir kinosida bog'da pomidor etishib o'ynagan bir ko'rinishni suratga olganda, bu qo'rqib suratga olamaganligini aytgan. Endi bu pomidor adam yemasa ya nimadan qo'rqadi deyman. Ish qilib har qism adam bor desa. Endi siz nimadan qo'rqsiz? Inkas rayning yezib beqan bir xijillanmay yezib qo'ying, zangli qilmaymiz. Endi meni qo'shib olsangiz, cho'lponlarning bu qiziqarli ishlarini bu pat yo'llab turma, siz pat kulib tursiz. Qo'shib oling.